har bir xonadonga alohida e'tibor qaratgan bo'lsa, uyimiz 16 qavatdan iborat. Nima bu holat endi Salapa? Bular mani xo'jayinim bo'ladilar. Ishdan olib ketishga kelgandilar. Tashqarida kutmasalar deb ichkariga olib kirgandim. Maketlarni ko'rsatgandim. Ming bor uzr. Tushunarli. Siz bugundan boshlab bu yerda ishlaysiz. Xo'p. Tushundim. Siz ertadan boshlab sotuv bo'limida ishlaysiz. Man Ha, siz ertadan boshlab sotuvchilik bo'limida ishlaysiz. Ha, tuppa-tuzu sotuvchilik qobiliyatingiz bor ekan, Salapa. Aytmagansiz. O'zingiz ham sinab ko'rmabsiz. ishdan bo'shaysiz dedi. Rosa qo'rqib ketdim to'g'risi. Keyin birdaniga boshliq endi siz sotuv bo'limida ishlaysiz deb qoluvdi. O'zimda yo'q xursand bo'ldim. Eshitibsizmi Bahodir aka? Endi sotuv bo'limida ishlaykanman. Oyligim ham ko'p bo'ladi. Ko'p pul topaman endi. Bahodir aka, xursandmasmisiz? Xursandman. Endi oilani sen boqarkansan. Labbi adasi. Uyga keldingmi? Yo'q, hali ishda edim. Qachon kelasan? Qachon ovqat qilasan bo'lmasam? Bugun ishda odam ko'proq edi. Uyga kech borsam kerak. Nima endi har kuni shu ahvol? Adasi, men o'zim telefon ko'raman. Klient kelib qoldi. Xo'p. Oy, kela qolmaysanmi endi? Uzr aka. Necha pul bo'ldi? 30 ming bering aka. Qanaqa 30 ming o'zim sog'olganimgami? 15 ming beraman. Yo'q, men 12 ming degan. Rozi bo'lgin. Xo'p aka, mayli, xo'p. Bo'pti. Oling adasi, yo'llikka sizga osh oldim. Oshni yaxshi ko'rasiz-ku. Baling, issiqqina yeb oling. Adasi, bugun ishxonadacha xaridorlar shunaqa ko'p bo'ldi. Ishonasizmi? Naqd 3 ta xonadon sotdim. Menga nima 3 ta xonadon sotgan bo'lsang? Sen er bo'lib, men xotin bo'lib qo'ya qoliymi-san, ha? Sen er bo'lib ishlab kelganda, men xotin bo'lib uyda ovqat pishirib o'tiray. Sen er bo'lib ko'chada aylanib kelganda, men xotin bo'lib yasan-tusan qilib seni kutib o'tiray. Nimaga unaqa debsiz? Yoqmayapti! Ustam aka, Oo, aravani olib keluvdim. ha, plan to'ldimi? Ya. Arava tortmayman xullas. Yaxshilikni ko'rishaylik. Menga qat. Baho. Besh yil deganda yurak yutib oldingga keldim o'rtoq. O'sha paytlar uyini zalogga qo'yib pul olganding. Men seni sotib ketdim. Bu seni haqqing. Qarz qiyomatga qolmasin o'rtoq. Iltimos, shu pulni ol. Faqat bitta narsa. Ko'zimga boshqa ko'rinma. Sen meni hayotimni izdan chiqarib yubording. Xo'p o'rtoq. Yaxshimisiz? Uy ko'rgani keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahodir aka, hali ishim tugagani yo'q. Men seni ishdan olib ketgani kelganim yo'q. Uy ko'rgani keldim dedim.
Iltimos, hazillashmang. Hammani oldida sharmanda qilmang. Men uy sotib olgani keldim deyapman senga. Tushundingmi? Bahodir aka, qaysi pulimizga? Qo'ysangizchi. Qurilish bilan tanishtirasizmi yo'qmi? Xo'p. Iskandar Buildings mezbon loyihasi. 7 ta blok, 16 qavatdan iborat. Sizga qaysi qavatdan kerak, necha xonali? Menga 10-qavat 3 xonali bo'lsa yaxshi bo'lardi. Adasi, javob so'rab chiqaman, uyga ketinglar. Asal, bo'ldi, o'zingni bos. Xavotir olma, hammasi yaxshi. Tushunmayapman. Qarz olmoqchimisiz? Hech qanaqa qarz olmoqchi emasman, kredit ham olmoqchi emasman. Muslim o'rtog'im bor edi-yu, yo'q bo'lib ketgan. Qarzini olib kelib ber. O'sha pulga hozir uy olmoqchiman. Nimasi yomon? Aldamayapsizmi? Endi men aldayman, baraka topkur, bo'ldi, qolganini uyda gaplashamiz. Undan ko'ra buni tushuntir, ko'rsat, ma'lumot ber. Xudoga shukr. Yig'lama bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. Uyaltirma hammani oldi, bo'ldi. 13 qavatda 3 xonali uylar. Xo'p, bu mashina yo'lga qaragani.